o'rtog'imda gepatit B ekan, manda gepatit C yoki bunda gepatit D deyishadi-da. Qanaqa? Qaysi biri og'ir, qaysi biri ko'proq nimaga olib keladi? Hali og'irroq kechib davolash qiyin deb aytishadi. O'zi umuman olganda gepatit C agar hozir aytgandek vaqtida davolasangiz, bu 100% tuzaladigan kasallik hisoblanadi. Agarda u vaqtida davolanmasa, ayniqsa chunki gepatit C ni o'zi uni diagnoz qo'yish, tashxislash qiyin. Chunki klinik belgilari bo'lmaydi. Kech tashxislangandan keyin u ko'pincha jigari yaxshigina shikastlab, jigarsidagi o'zgarish anchagina rivojlangan vaqtda tashxislanadi. O'shaning uchun uni davolash ancha uzoq vaqtga cho'ziladi. Buni davolash ham ancha qiyin, chunki ko'pincha sirrozga o'tgan vaqtida tashxis qo'yiladi. Hali o'tkir davrida emas, sirroz davrida. Sirroz davrida уже qancha harakat qilsangiz ham, agarda uni aytgan narsalaringizni vaqtida dorilarni ichmasa, keyin dieta qilmasa,